Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 29-avgust kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. So'nggi ko'ra dollarning rasmiy kursi 19 so'm ko'tarilib, 1 AQSh dollari 11.820 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.182.048 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 28 so'm ko'tarilib, 1 yevro 13.766 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.376.613 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.78 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 137 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 137.510 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.1 so'mga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25.000 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl, qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat. Kommentariyalarda ham o'z iliq fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang.